24. bab. Zafarnomadan ilingan naql. Hazreti Sayib Qironning Mo'g'ulistonga 5-navbat yurish qilganligining bayoni. Nusrat qo'shgan lashkarlar Mo'g'ulistondan hisobsiz o'lja g'animatlarni elib keldi. Hazreti Sayib Qiron shu yili Mo'g'ulistonga yurish qilmoqchi bo'ldi. Amir Musoning o'g'li Muhammadbek Hazreti Sayib Qironga kuyug'ullik sharpi bilan baxtiyor edi. Uning bilan Amir Abbos va Aqtimir Bahodirni oldin yurish qilish uchun avatdi. Bular farmonga binoan kecha-kunduz yo'l yurib, Issiq ko'ldagi Bo'g'am Issiq ko'lning janubidagi bir jilg'a Muharrirdan da Amir Qamardinga yetdi. Ular birli mardana urush bilan Qamardinni qochirib, ulusni bulab talab asir qildi. Baxtiyor Sayib Qiron madadkorlik uchun o'zi toki Qo'shqar Chu daryosining bir manbasi. Issiq ko'lning g'arbiy janubiga to'g'ri keladi. Muharrirdan degan joygacha bordi. U joyda uning muborak quliqiga anglandiki, To'xtamish o'g'lan Urusxondan vahima qilib umid yuzni oliy va dargohga qo'yib keldi. Hazreti Sayib Qiron istiqbol rasmiyatlarini ado qilish uchun O'zbek amirlaridan Amir Tuman bilan Timur O'zbekga farmon qilib, To'xtamish o'g'lanning istiqboliga chiqib, uni izzat va ikrom bilan elib kelgay deb avatdi. Sayib Qiron o'zi yumg'al yo'li bilan yurish qilib, o'z kentiga tushdi. U yerdan yurib, baxt va iqbol bilan Samarqandga qaytdi. Amir Tuman Xanzucha nashrida Timur O'zbek deyilgan. To'xtamish o'g'lanni boshlab keldi va uning davlat ulug'lig'ini Sayib Qiron bilan ko'rishtirdi. Hazreti Sayib Qiron uning yetib kelgan kishilarni izzat ikrom bilan kutdi. Ularni azizlab ehtirom qilishda hech bir diqqatini nazardan saqit qilmadi. Majlis rasmiyatini ado qilgandan keyin ularga nurg'un mol, oltin javohir, kiyim-kechak, kamar jabduq, oqcha, ot to'ga, chidir bargoh, dumboq bayroq va boshqa shohona hayvat hashamat asliyalarning hammasini in'om qildi. Misra Vasfin diya olmas bayon, sharhin qila olmas qalam. Hazreti Sayib Qiron g'oyat ishonch va ehtirom tufaylidan To'xtamishni o'g'lan deb atadi. 25. bab. Amir Qamardinning oxirgi ahvolining bayoni. Amir Qamardinning oqibati haqidagi ahvolni Piqir Muhammad Haydar ishonchli Mo'g'ul ulug'laridan mundaq anglagan edim. Amir Qamardin tog'da qochish jarayonida istisqa kesiliga duchor bo'pti. Kesal shu darajaga yetibdiki, uning dovsini ishib, ustidan yerilib, zardab oqili turibdi. Mushu ahvolda turganda Amir Timurning lashkarlari kelayotganlik xabari anglabdi. Lekin Amir Qamardinda otqa o'ltirg'idek majol va quvvat qolmaganlikdan xalqi uni jangal ichiga elib kirib, ikki chakarni va bir muncha oziq-tuliklarni qishida qoldirib qo'yib qochib ketibdi. Amir Timurning lashkarlari Qamardinni topolmay yenib ketgandan keyin Qamardinning qochib ketgan xalqi yenib kelib jangalni izlabdi. Lekin na Amir Qamardin, na hamrohlardan asarmu topolmabdi. Ularning yo o'ligi, yo tirigidan xabar bo'lmabdi. Shunda qilib, xaloyiq uning yomonligidan xalos bo'libdi. Amir Qamardin yo'qolgandan keyin Amir Timur Mo'g'uliston tarafdan xotirjam bo'libdi va 6-navbat Mo'g'uliston ustiga kelibdi. Shuningdan e'tiboran Mo'g'ulistonda tinchlik hosil bo'libdi. 26. bab. Zafarnomadan ilingan naql. Tug'luq Temirxonning o'g'li Xizr Hajaxonning bayoni. Yuqorida bayon qilib o'tilganidek, Xizr Hajaxon Tug'luq Temirxonning farzandlarining oxirgisi edi. U sut emayotgan vaqtida otasidan ayrildi. Xizr Hajaxonning yashi 12 ga yetdi. Amir Qamardinning obitidan qo'rqib, uni Qashqardan qochirmoqchi bo'ldi. Amir Xudoydat uningga o'zining ishonchli kishilaridan hamroh qilishni o'ylagan edi. Lekin Mir og'a ma'ni qilib mundaq dedi. Uningga o'z mulozimlarini hamroh qilmagan.
Chunki Xizr Hajaxon qachonki xonlik taxtida o'ltirsa, bu hamroh bo'lganlar albatta mo'tabar va aziz bo'lg'usidir. Ular sana va farzandlaringga dushman bo'lur. Chunki ular bizni Amir Xudoydat va uning farzandlari mansitmaydi deb o'ylab, albatta sizlarga dushman bo'lur. Eng yaxshisi notunish kishilarni hamroh qilgin. Shunda qilib, Amir Xudoydat odatdagi xalqdan 12 kishini Xizr Hajaxonga hamroh qildi. Keyin ularning hammasi amir bo'ldi. Hozirmi amirlar shularning nasllaridandir. Ularning biri Xorazmlik savdogar edi. Ko'nchi amirlari uning naslidandir. Yana biri Chalish hozirgi Xinjiangdagi qora shahar muharrirdan Liq Said Ovchi edi. Uning farzandlari mu amirlardan bo'ldi. Ularning laqami qo'shchidir, ammo ko'ngildosh. Rusning tushuntirishicha turkiy qo'lyozmalarida Boquldosh, farscha qo'lyozmalarda Ko'kuldosh deb ilingan ekan. Muharrirdan deyishatdi. Amirlar ashu qavmidan edi. 12 kishidan qolganlar mu mansabdor bo'ldi. Shunda qilib ular Hazrati Xizr Hajaxonni Badaxshan va Qashqar orasidagi tog'larga ilib bordi. Bu chaqda Amir Qamariddinning oyoqchilari bu ahvoldan xabar topdi. Xizr Hajaxonni mazkur 12 kishi u tog'lardan ilib qochib, Xotan tog'lariga bordi. U yerda mu vahimaga tushib qoldi. Shuningdek keyin u yerdan Sariq Uyg'ur Udun va Charchanning sharqidagi joylar ko'zda tutildi. Muharrirdan Charchan Udun bilan Lopnur o'tirsidagi rayon ko'zda tutildi. Muharrirdan Lop Ketik taraflarga bordi. 12 yil shu taraflarda kun kechirdi. Amir Qamariddin bu ahvol olamdan ketgandan keyin xaloyiq xonni izladi. Amir Xudoydat Xizr Hajaxonga kishi avatib ilib keldi. Xaloyiq yig'ilib, kengash maslahat qilishib, uni xon qilib ko'tardi. Shunda qilib, Mo'g'ul xonligida birlik hosil bo'lib, saltanat ishlari rivoj topdi. Mo'g'ulistonning turli ishlari ro'naq topdi. Amir Temur bilan sulh qilishib, do'stlik o'rnatildi. Tavakkul xonim Hazrati xonning hujurlaridagi pak bir masma edi. Uni Amir Temurga yodlik qilib berdi. Zafarnomada bular bayon qilingan bo'lib, tafsiloti nihoyatda uzun. So'zning xulosasiga shuki, xon shu kunlarda Xitoy bu yerda qitallar ko'zda tutildi. Muharrirdan tarafiga yurish qildi. Turpan va Qarixo'ja shu vaqtlarda Xitoy mamlakatiga qo'shib olingan edi. Bu shaharlar shu viloyatlardagi shaharlarning cho'ngroq edi. Xizr Hajaxon o'zi yurish qilib, u diyorni ishg'ol qilib, islomga kirgizdi. Hozirmi u yerlar islom yurtlaridir. Mo'g'ul xonlarining poytaxti Qashqardan qolsa Turpandir. Naql qilinishicha, shu qitimqi hozatda tushgan mol g'animatlarni Hazrati xon shariat hukmi bilan taqsim qildi. Xonga bir atlas va bir ko'k kola taqsim qilindi. Buningdan maqsad shuki, Xizr Hajaxon Tug'luq Temurxonning islom davlatini yengiladi va Amir Temur zamonida u dunyoga safar qildi. Yana zafarnomada bayon qilinishicha, Amir Temur Mag'rib va Shimol tarafdagi mamlakatlardan xotirjam bo'lgandan keyin sharq tarafdagi diyorlarga yuzlangan ekan. U diyorlarning ulug'i Xitoy mamlakati edi. Xitoyga lashkar tortishning tafsiloti uzun, ammo qisqacha ahvoli shuki, u safarga 800 ming lashkar tayyorlandi. Barliq lashkarlarga 7 yillik yem-xashaklar berildi. Iroq va Rum, Persiya, Iran va Turkiya ko'zda tutildi. Muharrirdan lashkar tortilgandimi 7 yillik ochliq, ozuqliq berilgan edi. Lekin Xitoy bilan Mavara'u nahri orasida ovatliq kam bo'lganligi uchun ozuq-tulik va aslahalar jihatda uningdan oshirib hozirlik ko'rildi va yana mundaq tayyorlik qilindi. Har odam beshiga o'zining ozuqidan boshqa 2 seg'in kala, 10 seg'in o'shki tayyorlandi. Chunki ozuq tugaganda ularning sutimi tugaganda go'shi ozuq bo'ladi. Shundaq tayyorliklardan keyin Samarqanddan ravon bo'ldi. Shu yil qishda Turkistonda qishladi va Hazrati Xizr Hajaxonga kishi avatib,
imkoniyatning boricha ziroatga tirishchanlik qilinglar va lashkarlarga oziq tuliklarni tayyor qilinglar deb farmon qildi. Faqir otam, Tangri uning qabrisini nurli qilg'ay. Din ko'p qitim mundaq anglagan edim. Dastlabki bahorda Mo'g'ulistonning mashhur joylaridan biri bo'lgan Ko'ktepada yangi qimiz chiqqan chaq edi. Mo'g'ulning qadimiy odatlari bo'yicha shu kunlarda to'y bo'lgan edi. Xon Amir Xudoydat bilan billa kassada qimiz tutib turadi. Shu asnoda davlat ulug'laridan biri Amir Temurning elchisining xabarini va elib kelgan so'zining mazmunini xonga bayon qildi. Xizr Hajaxon ko'nglida uning bilan ko'rishish, qo'nalg'i va so'rin berib xarajatini ustimizga elishning or-nomusini ko'taradigan bo'ldik. Ajab qattiq ahvolga yo'liqdik deb o'yladi va bu andisha bilan xonning qo'lidagi qimiz yerga to'kilib ketdi. Amir Xudoydat buni ko'rib arz qildiki, hozircha rohat-farog'at kassada ichib turish kerak. Shundaq aytilganki, nazm. Kelur g'amni yemak bu ayshi naqdimg'a berar barham. Ushul bihraki tanglaning ishin tanglaga qo'yg'aysan. Yana shundaq aytilganki, bir olmani osmonga ossang, toki u tushib bo'lguncha pak Tangrining 100 tillik rahmati tushib bo'ladi. Toki yana bir yilgacha ulug' va qudratli Tangrining necha ming turlik rahmatlari bordir. Shunga bu vaqtni xushallik bilan o'tkazmak kerak. Amir Xudoydat bu so'zni texi tugatmayla xonning bargohi tarafdan qora otga mingan oq kiyimlik bir kishi ot choptirib chiqib keldi-da, xaloyiq otdan tushadigan jilovxonadan otdan tushmay yugurib o'tib, xaloyiq sap tuzib turgan yerga yetib keldi. Yasovullar har tarafdan uni to'sashga boshladi. U kishi parvo qilmay otni choptirib xonga yaqin kelganicha Amir Temur o'tirarda o'ldi. O'tirar hozirgi Qozog'istonning janubiga to'g'ri keladi. Muharrirdan deb vaqirdi-da, orqasiga yondi va kelganidek ot choptirib chiqib ketdi. Uni har qancha chaqirib, to'xtig'in xabarni to'liq aytgin deb vaqirashgan bo'lsa-mu, u kishi hech iltifot qilmadi. Orqasidan necha kishini avatdi. Ular qancha qo'g'lagan bo'lsa-mu, uning chang to'zonlariga yetisholmadi. Shuningdan keyin u kishidan toki Amir Temurning vafotidan hech xabar ma'lum bo'lmadi. Toki 40-45 kunlardan keyin xabar kelib, Amir Temurning o'tirarda o'lganligi ayon bo'ldi. U xabar berguvchining so'zi rost bo'lib chiqdi. Har holda Hazrati Xon u mehnat va g'amdan xalos bo'ldi. Xizr Hajaxon tarixning Hijriya 770-yilidan ilgari tug'ilgan ekan. Mazkur vaqa Hijriya 880-yilida. Ruscha nashrida 807-yili deyilgan. Bo'lganligi ma'lum. Ammo Xizr Hajaxonning Amir Temurdan necha yil keyin vafot bo'lganligi ma'lum emas. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Xizr Hajaxon xonlik taxtida barqaror bo'lib saltanat surgandan keyin xonlik asosida Amir Qamariddinning parakandchiligi va Amir Temurning tahlikasidan paydo bo'lgan ta'virnishlar yengvashdan tinchidi. Saltanat uslubi va qadim qoidalari butunlay buzilgan edi. Uni alayda farmon bilan tuzadi. Mamlakat ishi va davlat arkonlari hukumat ahkamlarining ching tutib tartibga soldi. Shu jumladan beri Amir Xudoydat amirlarning muhimi edi. Uning o'rta bo'ri Xansuchi nashrida o'rtubu deyilgan muharrirdan. Otliq bo'g'isiga Chingizxon 7 mansab bergan edi. Bu 7 mansabning tafsilotini monolar. Birinchisi tabil, ikkinchisi alam. Bularni turkiy tilda tumantuq va nag'ra deydi. Uchinchisi mulozimlardan 2 kishiga qo'shin tuq bergay. To'rtinchisi qur ko'tirgay. Yani Moğolның qoidasi bo'yicha xonning majlisida uningdan boshqa hech kishi o'qiyani qo'lida ko'tarib yurolmaydi. 5-si shikar paytida har qanday kishi, hattoki to'shqan o'lg'uchi kishi bo'lsa-mu, u kishining nökri bo'lg'ay. Bu ma'noni turkiy so'zda mundaq ifoda qilgan. Bo'dina tutgan, to'shqan o'lg'anlarning hammasi uning siziqidan chiqmasin.
Altıncısı, bütkül Moğol ulusiga əmir bolğay. Nişanda onun etini Moğol ulusining sarkardisi deb yazğay. Yettincisi, divanxonada əmirlər onundan bir yoy bo'yi yiroqda o'ltirg'ay. Chingizxonning o'rta bo'raga bergan 7 mansibi shular edi. Әмір Бұлажи Туғлық Төмірханны қалмақ yurtidan еліп келіп, xonliq taxtida o'ltirg'izganda, Tuğluq Temirxan Әмір Бұлажының bu xizmati uchun yuqorqi 7 mansabga yana 2 mansabni qo'shib 9 mansabni berdi. Bu 2 mansabning biri qo'shin amirlardan har bir amirning 1000 nökür bo'lsa, uni mansabdan chiqarish va mansab berishda ixtiyorga ega bo'lg'ay va xonning hukmiga muhtoj bo'lmag'ay. Ikkinchisi, Әмір Бұлажының nəslidən bolğan hər bir kişi taki 9 xil günah qılmağıca onunğa etiraz bildirilmegəy. Günahı 9'ga yetsə, onun soruqını qılmaqçı bolsa, onu 2 yaşar bolğan boz atqa mindirgəy və onunğa izzat qılıb etinin astığa boz kiyik salğay. Onun sözünü xanğa barlasdan bolğan əmir yetkizgəy və xanның sözünü onunğa ərik nutdin bolğan əmir yetkizgəy. Demək, yargı soraqni muşu usulda qılğay. Günahı ölümge tegishlik bolsa, 9 günahның həmmisi iniq bolsa, onun 2 şərikidin qan alğay. Onun bədənində qan qalmağıca qan aqqay. Yuqorqi 2 əmir 2 yenidən onu yöləb turğay. Bütün qini çıxıb halak bolğandan keyin bu 2 əmir yığılıb onu taşqırığa elib çıxqay. Dəb bu 9 mənsəbə xət nişanı qılıb bergan edi. Tuğluq Temirxanның o nişanını pəqir körgən edim. Çünki boğularımızdan qalğan bu xət qoldan qolğa qılıb, atam Tanrı onun joyini nurli qılğayğa təkən edi. O nişan Şahibexan İngilizcəyə tərcümə qılğıcı Rusның izahlaşıca Özbeklərinin xani Şeybanxan ikən muharrirdən. Parakəndçiligi də yox boldu. Onun sözləri və xiti Moğol uslubida edi. Mən mundaq anlağan edim. O nişanның axırında 9 yili baharda Qunduz vilayətində yezildi deyə bütülgən ekan. Bu sözlərni xalq taki Qunduzgacha bolğan joylarning hammasi Tuğluq Temirxanның taxti təvəllikida ekanligiga dalil qılatdı. Amma ular Tuğluq Temirxanның ahvolidan bexabar edi. Pəqir bu kitapda Tuğluq Temirxanның ahvallarini yuqorida bayon qildim və zafarnomadan naql keltirdim. Xizr Hajaxan Əmir Bulajining o'g'li Əmir Xudaydatning tirishchanligi bilan Əmir Qamardinning baloyi ofididan qutulib, xonliq taxtida o'ltirdi. Umu ulug' buvisining qoidasi bo'yicha u 9 mansabga yana 3 mansab qo'shib 12 mansab qilib Əmir Xudaydatga berdi. Bu 3 mansabning birinchisi shuki, to'y kunlarida xonning 3 yasovuli saplarni raslag'ay. Əmir Xudaydatning bir yasovulimi safarlarni raslag'ay. Ikkinchisi shuki, to'y kunlarida majlisda o'ng qo'l tarafda bir kishi xonning piyolasini ko'tarib turg'ay. Sol qo'l tarafida bir kishi Əmir Xudaydatning piyolasini ko'tarib turg'ay. Bu ikki piyola xonga va Əmir Xudaydatga xos bo'lg'ay. Üçüncüsü shuki, xat nishonlarga tamg'i basqanda söz tamam bo'lgan yerga Əmir Xudaydat tamg'i basqay va shu qurning ustiga xon tamg'i basqay. Bu 12 mansab inam qilingandan keyin Xizr Hajaxan Əmir Xudaydatning ismiga nishon xati qilib bergan edi. Bu 12 mansab Əmir Xudaydatdan keyin o'g'li Əmir Muhammad Shoh ko'raganga qaror topdi. Əmir Muhammad Shohdan keyin onun qarindishining o'g'li Mir Saydi Ali ko'raganga qoldi. Ondan Muhammad Haydar Mirza ko'raganga qoldi. Uningdan o'g'li Muhammad Husayn Mirza ko'raganga qoldi. Muhammad Husayn Mirza Paqir Muhammad Haydarning otamdir. Otam shahid bo'lgandan keyin tog'am Sayyidu Muhammad Mirza Sultani Shahid Sultan Saidxon. Allah onun joyini nurli qilg'ayning xizmatida bo'lg'ay. Sultan Saidxon bu mansablarni tog'amga iltifot qilgan edi. Bu vaqalar bu tarixiy rashidining 2-daftarida zikr qilingusidir.
Мәзкур мәнсәпнең қарал қылынған дәсләпки вақты тарихның 625 yilidan ilgari Çingiz Xanның zamanında idi. Ve ahiri Sultan Seyid Han vafat bulup tağam qatli qılınğan vaqt, yani tarixning hijriye 940 yili Muharrem ayının. İngilizcege tərcümə qılğıcı Rusның izahlaşıca miladiye 1533 yili 7 ayının 23 günü iken Muharrer'din. Dəslipigice bu qayda davam qılğan. Bu devir ahırlaşdı. Növbət Rəşid Sultanğa yetdi. Ecdatlar qaydasının ornuğa avlatlarının ziddiyeti almışdı. Həmmini barlığı keltirgen uluq ve pak Tanrıga təşəkkür ki növbət pəqirge yetdi. Məxluqның bəndilikidin bu bəndini azad qıldı. Xanğa ve mənsibiga muhtajlıqdan pəqirni xalas qıldı. Ey Tanrım, pəqət senin inayetinla nuqsansızdır. Onun hər bir zərrəcisi dünya ve ahirette nicatlıqa səbəbdir. Zahirimni məxluqның bəndilikidin azad qılğandək, batınımnımı başqalarının bağlılıqidin azad qılğaysan ve həmmidin xalas etkəysən. Özüngila giribdar qılğaysan, nəzim. Ya Rəbb, həmmə xalqni mağa bədxu qıl, aləm ilidin həmmə meni niku qıl. Könglim yüzünü həmmə cihətdidin yandır, özün sarığa yek cihətu yekru qıl. 27. bab Xizr Hacı Xanның oğlu Muhammed Xanның zikri. Muhammed Xan Xizr Hacı Xanның oğludur. Xizr Hacı Xanның Muhammed Xandan bölek yeni Şəmi Cahan Xan, Nəxşi Cahan Xan degəndək başqa oğullarımı var idi. İsam Buğa Xandan keyin Moğol yurt içində Çağatay xanlardan Tuğluq Tömür Xandan başqa kişiler qalmağınığa oxşaş, yuqurda bayan qılınğandək Tuğluq Tömür Xandan keyin Əmir Qəmərdən Tuğluq Tömür Xanның tamam pərzəndlərini öldürüb, faqat Xizr Hacı Xandan başqa kişi qalmağan idi. Bu vaqalar zikr qılınıb ötdi. Xizr Hacı Xandan keyin pərzənd və nəvirlər tolu boldu. Amma ularning hər birlərinin əhvalatı və onun təfsilatı Moğol uluqlarının xatirəsində qalmaqdı. Moğol xalqlarının əcdadları avladıdan pəqirgə iniq bolğanlarının həmmisi zikr qılındı. Amma ularning kim-kimlər ikənligi təfsili məlum emas. Şuna Xizr Hacı Xanның pərzəndlərdən Muhammed Xanның zikrila bayan qılınıdı. Muhammed Xan dövlətmən, musulman sübət, adaletlik, yüreklik xan idi. Din, şəriət və adaletke şu kadar ciddi tirişçanlıqlar qıldı ki, Moğol ulusunun köpüncisi onun mübarek zamanında İslamğa müşərrəf oldu. Moğol əhliyə İslam hükümlərini cari qilishda naiti qattiq siyasətlərini qıldı. Şundaq deb məşhur olğan idi ki, Muhammed Xan əgər Moğollardan beşiği dəstar kiyməyən kişi görülsə, onun beşiğe mık qaqtıratdı. Bütün şəriət hükümləri də əni şundaq tirişçanlıqlarını köp görüstüb, Allah'ın yaxşı mükafatına erişdi. Moğol xalqının arasında şunisi məşhur ki, Əmir Xudaydat 6 xanını xallıqqa öz qolu bilan olturğuzubdu. O 6 xanның biri aşu Muhammed Xandır. Bu xan Çadırköl. Xanzuchi nəşrində Bartoldining 7 su tarihi uçurikiga asosan hozirgi Ulug'chap nahiyasining shimoliga to'g'ri keladigan Çadırköl deb ko'rsatilgan Muharrerdan degan joyning shimol tarafida bir rabat bino qilibdi. U rabatga shu qadar cho'ng toshlarni ishlatibdiki, Kashmir imoratlaridan boshqa yerda mundaq mustahkam imoratdan yana birini ko'rmadim. U imoratning pashtahi Mata gezide 20 gez keldi. Onun darvozasidan kirsa, o'tirsida bir ko'cha bor. Taxminan 30 gez bo'lsa kerak. U yerda yana bir gumbaz bo'lib, 20 gez atrofida. Bu gumbaz nihoyatda ko'rkamligi bilan boshqa gumbazlardan farqlanib turadi. Kichik gumbazlarning atrofida nihoyatda abjil hujralar bino qildirilgan. G'arb tarafida bir masjid bor. 20 gez atrofida. Bu imoratlarning hammasi toshdan qilingan va eshiklarning ustiga bir parchadan
бүтін таш қойылған. Пәқір Кәшмір имаратларını көрмеген çağda маңа bu Rabatның имаратлары наайты acayip қарайып көрінетті. Çadırgül şu Rabatның ismi bilen Taş Rabat mahallesi deb məşhur bolğan. Muhammed Xanның zamanında Mavara-u Nəhrdə Şahruh Mirza tərəfindən Mirza Uluqbək rəsəd bağlagan. O danışmən padşah idi. İraq və Xorasanğa Mirza Şahruh padşah idi. Muhammed Xanның tuğulğan və vafat bolğan tarixi məlum emas. Amma o zamanның tarixlərini hesabqa alğanda Muhammed Xanның vafatı tarixinin təxminən Hicriyə 860 yılıdan 860 yılı miladiye 1455'den 1456 yıllarga to'g'ri keldi. İlgari edi. Tangri eng yaxshi bilguchidir. 28. bab. Muhammed Xanның o'g'li Shir Muhammed Xanның zikri. Muhammed Xanның necha o'g'illari bor edi. Ular ichidan Shir Muhammed Xan otasi Muhammed Xandan keyin istiqlolga ega xon bo'ldi. Uning zamonida noiti amillik bo'ldi. Xaloyiq noiti xotirjam, ozoda yashadi. Uning inisi Shir Ali o'g'landan Uvaysxon otliq bir o'g'il qoldi. Shir Muhammed Xan bilan Uvaysxon orasida ziddiyat bor edi. Bu ishlar keyin zikri qilingusidir. Shir Muhammed Xanning saltanati Muhammed Xandan uzoqroq davom qildi. Umu Mirza Shahruh bilan zamondosh edi. 29. bab. Uvaysxonning dastlabki mezgillaridagi ahvolning bayoni. Sultan Uvaysxon Shir Ali o'g'lanning o'g'li edi. U otasi vafot bo'lgandan keyin oqqarni farq etgudek holatga yetdi-da, tog'isi Shir Muhammed Xanning dövlati soyasida yurishni ig'ir ko'rdi. Uningdan ayrilib qochoqlik odati bo'yicha hayot kechirishga boshladi. Moğol ulusi ichidagi namdor yoshlarning hammasi uning o'rnini himoya qilish uchun Uvaysxonning oldiga bordi. Shulardan biri Amir Sayda Ali edi. U Paqirning ulug' buvam bo'ladi. Paqir ana tarafdan uningga pay nevir bo'lman. Amir Sayda Ali Sayda Muhammad Mirzaning o'g'lidir. Sayda Ahmad Mirza Amir Xudaydatning o'g'lidir. Amir Sayda Alining ahvolini bu yerda bayon qilish lozim ko'rindi. 30. bab. Amir Sayda Alining bayoni va uningga aloqador hikoyat. Bilmek kerakki, Amir Xudaydat Moğoliston xonlarining xizmatida edi. Yuqorida bayon qilinganidek, Qashqar Amir Xudaydatning asli yurti bo'lib, uningga Chingiz Xonning zamonidan boshlab avlod miros bo'lib qolgan edi. Uning bayoni Tarixi Rashidining 2-daftari kitobda Qashqar ahvolati bayonida zikr qilingusi. Amir Sayda Alining otasi Amir Sayda Ahmadning tilida kekashlik bor edi. Shu darajada ediki, agar uning bilan ko'p suhbatdosh bo'lgan kishi bo'lsa, ondan uning so'zini anqiralaydi. Uning qulqimi ig'ir edi. Odatdagi ovozdan yuqoriroq aytilgan so'zni anglayolmaydi. Amir Sayda Ali otasi bilan Qashqar hukumatiga avatildi. Noiti uzun muddat Qashqarda hukm surdi. Ondan Qashqar ulug'laridan Xoja Sharif otliq bir kishi Qashqarni qo'lga oldi. Hamma xalq uningga yuzlandi. U kishi dona va inchika tabiatlik odam bo'lg'ashqa Sayda Ahmad Mirzadan og'rinib yuradi. Oxir Mirza Uluqbekka iltijo qilib Qashqarni uningga tava qildi. Amir Sayda Ahmad Qashqardan qochib chiqdi va otasi yiniga berib oz vaqtdan keyin vafot bo'ldi. Amir Sayda Ahmad vafot bo'lgandan keyin o'g'li Amir Sayda Ali buvisi Amir Xudaydatning xizmatida bo'ldi. Amir Xudaydatning o'z farzandlari ichida Amir Sayda Aliga shafqat va muhabbati ziyoda edi. Chunki Amir Sayda Ali gavdalik, shijoat va aql farosatda aqlini lol qo'g'idek darajada tangdossiz edi. Uni Sayda Ali olib, Sayda Ali polvon deb atashadi. Amir Sayda Ali Isan Bug'axonning qizini o'g'li Muhammad Haydar Mirzaga elib bergan ekan. Bu ahvol keyin bayon qilingusi. Shu to'yda ko'shiga tortish uchun Amir Sayda Ali tamg'i miq yiqibdi. Paqir u miqni ko'rgan edim.
Uning egizligi shu darajada ediki, bir kishi o'ri tursa, yana bir kishi u kishining mursiga dasab o'ri turib, u miqqa qo'lni uzatsa, qo'li yetmaydi. Yana mata gezida bir gaz orliq qiladi. Demak, Amir Xudoydat Amir Seydi Aliga boshqa farzandlardan bakrak amroq edi. Shu kunlarda Amir Temur ko'rganning naslidan Ahmad Mirza otliq bir mirza Shohrux Mirzadan qochib kelgan edi. Uning bir singlisi bor edi. Amir Seydi Ali u qizni yoqtirib qoldi. Amir Xudoydat va cho'nglar bilan birga orig'i tushib ko'p qitin elchilik qilgan bo'lsa-mu, ular bu ishga rozi bo'lmadi. U aytdiki, "Men Mo'g'ulistonda tura olmayman. Agar mening bilan viloyatimga borsa, onda uning bu maqsadi hosil bo'lg'isi." Ahmad Mirza pat fursatda o'z viloyatiga yo'lga chiqdi. Amir Seydi Ali uning bilan viloyatiga birga bordi. Andijonga berish bilan Mirza Ulug'bek kishi avatib, Ahmad Mirzani o'ldirib, uning singlisini nikohiga oldi. Amir Seydi Alini bo'lsa Samarqandga opirib qamadi. Amir Seydi Ali 1 yil qamoqda yotgandan keyin ishol, ishchi surish kasaliga giribdor bo'ldi. Kesal shu darajaga yetdiki, bemor o'limga yaqinlashdi. Oxir Mirza Ulug'bek uni davolatish uchun tabiblarni avatdi. Tabiblar har qancha chora amallarni qilgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmadi. Shundaq ahvolda turgan kunlarda bir kishi qimiz elib keldi. Amir Seydi Ali tabiblarga iltimos qilib, "Mening keslim doğru kar qildigan darajadan o'tib ketdi. Qimiz ishni bekmi orzu qilaman. Agar tabiblar ruxsat qilsa, bir ichim issam, mayli foyda qilsin, ziyon qilsin, armonim yo'q" dedi. Tabiblar balkim tabiatiga qimiz bir oz quvvat beg'ishlar deb uningga ichishcha qimiz berdi. Shu hamolla yaxshilanish alomati ko'rildi. Atsi yana qimiz bergan edi, butunlay saqib qoldi. Ashu kunlarda Mirza Ulug'bek buzrukvar otasi Shohrux Mirzaning xizmatiga bormoqchi edi. Amir Seydi Ali saqaygandan keyin Ulug'bek Amir Seydi Aliga ot va yaroq beringlar, mening bilan birga Xorasonga borsin deb farmon qildi. Mirza Ulug'bekning uni birga elib berishdagi maqsadi Mo'g'ulistonda mana shunday zo'r va bahodir dushmanlarimiz bor deb Xorason ahliga ko'rsatishdan iborat edi. Bu safar jarayonida bir kechasi qarshida ketib boradi. Mirza Ulug'bek mabida edi. Uning oldida Amir Seydi Ali mash'al va panuslarni ko'tarib mengotadi. Ketib o'tib Mirza Ulug'bekning nazari Amir Seydi Aliga tushdi. Amir Seydi Alining o'qining uzunligi 14 mush atrofida keladi. Uning zo'r quvvati va qaddi qomati mushundan qiyos qilishga bo'ladi. Mirza Ulug'bekning ko'ngliga vahima tushib, agar mushu holatda meni etib o'zi ketib qolsa, uningga kim taqobil tura oladi deb ansirashga boshladi. U yolg'iz Amir Seydi Alini chaqirib, Xorasonga berishda siz har ish tortib qolgudaksiz, shunga mushu joydan yong'aysiz, Samarqandda turg'aysiz. Men Xorasondan yenib kelgandan keyin sizga ruxsat berib Mo'g'ulistonga yondiraman. Siz biz bilan Shir Muhammad xonning orasida vosita bo'lib sulhi va do'stlikqa sabab bo'lg'aysiz degan so'zlarni qilib, uningga ruxsat berdi. Amir Seydi Aliga bir kishini hamroh qilib, ko'rinishda u kishiga Samarqand hokimiga aytqin, Amir Seydi Alini izzat ikrom qilib osursin dedi. Ammo u kishiga maxfiy buyruq qilib, Amir Seydi Ali borgan hamon qamoqqa solsin dedi. Amir Seydi Ali u kishi bilan birga Samarqandga ravon bo'ldi. Yo'lda ketib u kishining alpozidan farosat bilan ahvolni sezib oldi. Bu kishining men bilan berishida bir sir bor deb gumon qildi. Ular Samarqandga yetdi. U kishi Amir Seydi Alini bir manzilga tushirib qo'yib, o'zi hokimning oldiga ketdi. U kishi ketgan hamon Amir Seydi Ali u manzildan piyoda chiqdi-da, Toshkent tarafga qarab ravon bo'ldi. U kishi berib voqeani bayon qilib, hokim bilan birga Amir Seydi Alini tushirgan manzilga keldi. Qarasa Amir Seydi Alining ot va yaroqlari turibdi. O'zi g'oyib bo'ldi. U manzildagi xalqdan Amir Seydi Alini so'radi. Ular bir fursat o'tdi, piyoda tashqariga chiqib ketgan edi deyishdi. Bular har qancha izlashgan bo'lsa-mu topolmadi. Amir Seydi Ali shu mang'inicha bir to'p qalandarlarga hamroh bo'ldi. O'zimi
Qalandar siyaqida bo'lib Toshkentga keldi. Qalandarlar Amir Saydaliga Ushtur Abdal, Xanzuchi nashrida Ashtar Abdal, Ashtar Abdal deyilgan muharrirdan Abdal Töge deb at qo'ydi. Qalandarlarning hammasi barliq ozuq-түлік saki saramjon va qalandarlik asboblarning hammasini Amir Saydaliga ko'targizgan edi. Ular toki Tiraz degan joyga keldi. U yerning yana bir ismi Yengidir. U yerda Ishoq Bakevning mozorlari bo'lib, uni Mo'g'ulistonda Esan mamlakat ota deb atashadi. U mozorning shayxi Amir Saydalini to'nidi va o'zining Shodika otliq o'g'lini Amir Saydaliga qo'shib Mo'g'ulistonga Amir Xudaydatning oldiga yetkazdi. Bu Shodika Amir Saydalining yaqinlaridan bo'ldi va uningga Shodika vafodor deb laqab qo'ydi. Hozirmi Shodikaning naslidan bo'lganlar bor, ammo mo'tavarlari qolmabdi. Shunda qilib Amir Saydali buzrukvar bo'si Amir Xudaydatning xizmatiga musharraf bo'ldi. U chaqlarda Sultan Uvaysxon tog'isi Shir Muhammad bilan ayrilib bir chetga chiqqan edi. Amir Xudaydat Amir Saydaliga mening ko'nglimga shundoq bir maslahat kelyotdi-ki, sen Uvaysxonning xizmatiga borgin. Bu yerda tursang zoyi bo'lasan dedi va Amir Xudaydat o'z mulozimlaridan bir qancha yoshni qo'shib Amir Saydalining Uvaysxonning oldiga elib bordi. Amir Saydali Uvaysxonning oldida o'z loyiqda xizmatlarini bajo keltirdi. Uvaysxon singlisi Uzun Sulton xonimni Amir Saydaliga nikohlab berdi. Uvaysxon bargohida Amir Saydalining tartib tafsiplari nihoyatda to'la. Uni tafsili bayon qilsak so'z uzrab ketadi. Bularning tafsiloti Uvaysxonning bayonida zikr qilingusi.